Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Mana aytganimizdek, uje sotuvchilarimiz, xaridorlarimiz sekin-sekin ko'payib qolishyapti, ko'z tegmasin. Mana hozir kilosiga bu futbolkalarimizni har bitta rangidan 100 ta kilosiga bugungi ana keldi. Sotib oluvchi keldi. O'shanga sekin buni tayyorlayapmiz. Oluvchimizga biz syomka qilib yotmang deyishdi, indamadik. Shuning uchun 100 ta bu kilosiga qarab gaplashamiz. Haqiqatan aytganlariga bizni kim 100 ta olsa, har qanday 14 ta rangidan 14 ta futbolka sovg'a. Buni shu ofishali kattaroq mayda optimga olganlarga emas sovg'a. Bularni hozir tayyorlayapmiz. Mana 3 xil videodan, bu yerda 4-xil, 5-xil, 6-xil, 6 xil betda hozir tayyoridan. Endi mana aytgan o'sha tashlab qo'yishdi. Hozir tayyorlab buni ham beramiz. O'sha tayyor. Xudo xolasa bugun bularni 100 tadan qilib chiqarib yuboramiz. Xudo xolasa mana bularning omadini bersin, barakasini bersin. Sizlar ham shoshilingizlar, kamayib qolishi, tez sotilib ketishi mumkin bu. Chunki optimchilarimiz ko'p. Bemalol murojaat qilib turib bizga kelaverasizlar. Buni kilosi 200 mingdan 210 mingdan bo'ladi. Bir 10 tachasi bizga 1 kilo chiqyapti. Kilosi 200 ming 210 ming atrofida bo'lyapti. Kelaverasizlar. O'zimiz do'kon ham ochmoqchimiz, lekin bemalol kelib shu yerda o'zidan olib ketganingizda ma'qul. Hech qanday ustiga pul qo'yilmaydi, boshqa bo'lmaydi, harakatlarsiz bemalol kelib olib ketasizlar. Shuning uchun shoshilinglar, tezroq kelinglar, tezroq kelib olib ketinglar. Chunki sizlarning foydangizdan aytib tezroq deyapman. Sababi kim shu biznes bilan shug'ullanadigan bo'lsa, kelib bemalol olib ketishi mumkin deyman-da. Isbot qilib qolingizlar degan fikr bo'yicha aytyapman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Savdoda barakangizni bersin, omadingizni bersin. Hammaning savdosi ishi yurishib ketsin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.